Mutaxassislar çarşamba günü Amerika Parlament Komitetining isbot anglash yig'inida Xitoy amaldorlarining Paris qo'ltig'i davlatlaridan kelgan musulmon tibbiy sayohatchilarga setildigan majburiy organ ko'chirish programmasining bir qismi sifatida Uyg'urlarning gen sonliq ma'lumotlarini to'playotdi dedi. Kommunizm qurbonlari xotir fondi jamiyatining tadqiqotchisi Majburiy a'zolarni yig'ib olish nomli kitobning avtori Ethan Gottman yig'inda guvohlik berib, 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan Uyg'urlarning keng ko'lamli jazo lagerlariga qamalganligini va organ atkazchiligining asosli obyekti ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Gottmanning aytishicha, Xitoyning organ yig'ish sanoati 10 yil ilgari cheklangan Falun Gong harakatining agash ko'chalarini ishlatib boshlangan. Ammo O'rta Sharq sayohatchilarining halol organ talabi sababidan 2017-yil atrofida Sharq Turkistonda turmaga tashlangan Uyg'ur va boshqa musulmonlarga markazlashgan. Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni yoshirish uchun Xitoy doiralari Yevropada Xitoylarga Uyg'urlarning an'anaviy kiyimlarini kiygizib, soxta Uyg'ur tashviqoti qildi. İctimai aloqa torlarida ham bakirlangan sin va suratlarda bir Xitoy ayolining Uyg'urlarning an'anaviy kiyimlarini kiyib, Chexning danglik sayohat markazi Praga maydonini aylanib yurganligi ko'rildi. Diqqat qilishga arziydigani shuki, bu Xitoy ayol sayohatchilar bilan xotir suratga tushib, Uyg'urlarning Xitoydagi 56 millatning biri ekanligini aytgan. Yana bir tarafdan Uyg'ur diasporasi Xitoyning bu harakatini Uyg'ur qirg'inchiligini yepishga urinish va soxta Uyg'urlarni barliqqa keltirish orqali kishilarni aldash deb tanqid qildi. Xitoy 7-oktyabr Isroiliya Hamas urushi boshlangandan buyon tunji qitim Hamas amaldorlari bilan oshkora ko'rishib, G'azza krizisiga aralashdi. Times gazetining tahliliga qaraganda, bu uchrashish Xitoyning Amerikaga qarshi tangpongliq sifatida maydonga chiqib so'zlamoqchi bo'lganligini ko'rsatib berdi. Mazkur gazetning qarashicha, Xitoyning Livanda turishlik sobiq bosh elchisi Wang Kachan bilan Hamasning rahbari Ismoil Haniyaning Qatardagi uchrashishi Xitoyning Isroiliya va G'arbning G'azza krizisiga tutgan pozitsiyasidan yiroqlashganligining ifodasi ekan. Indoneziyaning siyosiy, qonun va bexatarlik ishlar ministri Hadi Tadjanto o'z davlatining talash-tatish bo'layotgan Janubiy Xitoy dengizidagi bexatarlik masalasi va to'qinishlarga davomli qo'sharlikni o'stiradiganligini bayon qildi. Tadjanto yana Xitoyning Janubiy dengizidagi egilik huquq talabining Indoneziyaning shimoliy Natuna dengizidagi hukmronlik o'rniga zid ekanligini ta'kidladi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l savdo planidagi muhim tugunlarning biri bo'lgan Guadar shahrining hukumat binosi qurolli hujumga uchragan bo'lib, hujumda 6 kishi o'lgan. Ismini oshkorlashni xohlamagan bir yuqori darajalik bexatarlik amaldorining Amerika ovoziga aytishicha, voqea yuz bergandan keyin Pokiston qismlari keskin qurolli etishda hujum qiluvchi 8 kishining hammasini o'ldirgan. Voqeadan keyin Balojiston ozodlik armiyasi bayonot e'lon qilib, hujumning o'zini qo'shib portlatish atrofida bo'lgan Majid brigadasi a'zolari tarafidan ishga oshirilganligini qayd qilgan. Italiya raqobat organining bayonotiga qaraganda, Xitoydagi ByteDance guruhining idorchiligidagi ijtimoiy taratquchisi TikTokning Italiya, Angliya va Irlandiyadagi tarmoqlariga jami 10 million yevro jarimani qo'yilgan. Şirket quramiga yetmaganlarni yoshirin ziyonli mazmunlardan qo'g'dashga yetarli kuch chiqarmagan deb ayblagan.